Muhabbat Hamro'yeva haqida juda yomon xabar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Muhabbat Hamro'yeva o'tmishdagi azob-uqubat, nohaq tuhmatlaridan ko'z ko'rmay qolgani, haligacha o'sha kunlarning asorati uni tark etmagani haqida gapirib berdi. Bu voqeani sizga dugonalarim aytgan, menimcha xuddi shunaqa bo'lgan. Hattoki ko'zoynak taqib ham 1 metr masofani ko'ra olmay qolganman. Bu narsalar juda yomon ekan. 2006-yillar oilamiz uchun juda og'ir yillar bo'ldi. Bu haqda farzandlarimga hech qachon hech qayerda gapirmayman deb so'z berganim uchun bu voqealarni to'liq ayta olmayman. Oila boshlig'imizga nisbatan kasblarida tuhmat bo'lgan. Juda og'ir kunlarni boshimizdan kechirganmiz. Bir kuni ertalab tursam, bolalarimning ovqat yeyishi uchun non yo'q. Shunda opamning o'g'li Feruzbek bilan yashardik. U bilan bu narsani yechimini tezda topganmiz. U kunlarni umuman eslagim va gapirgim kelmaydi. Jurnalist bo'la turib bu narsani tuhmat ekanligini isbotlay olmaganim meni ruhan sindirgan. O'zingni oilang uchun kuching yetmasa, sen jurnalistmisan? Doim jurnalistning so'zi so'z bo'ladigan zamon qachon kelarkin derdim. Allohga shukr, shu kunlar keldi. Ilgari bu narsalarni niyat qilardik. O'sha 2006-yillarda mini infarkt olganman. Hali ham o'sha azoblar, stresslarning oqibati saqlanib qolgan. O'zim uchun kamdan kam holatda vaqt topaman. Davolanishni doim ortga surib yashayman, deydi jurnalist, boshlovchi, prodyuser Muhabbat Hamro'yeva. Muhabbat Hamro'yeva Buxoro viloyati Shofirkon tumanida dunyoga kelgan. MTRK hamda boshqa xususiy telekanallarda Erta so'ngan yulduzlar, so'nmas yulduzlar, Unutmoq osonmas sizlarni, Baxt formulasi, Sukunat tug'yonlari, yor ko'rsatuvlarining 3000 dan ortiq soniga mualliflik va boshlovchilik qilgan. Muhabbat Hamro'yeva Sevinch nolasi, Erta so'ngan yulduzlar, Sevgingdan baxtiyorman, So'nmas yulduzlar, Kechikkan kitob asarlar muallifi, Shuhrat medali sohibasi, Ijod media prodyuserlik markaz rahbari, oilali 3 farzandning onasi, 5 nabiraning buvisi hisoblanadi. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.